Sababi bilasizlar, yozda issiq bo'ladi Navesdagi. Bu yerda ochiqlik joyi yo'qligi uchun mana shunga kondensatorlarni tepaga uстановкасini qilib berganmiz. Kameramiz boshlanishi oldilarga mana shunaqa o'chirib yoqish uchun avtomat, gradusdan xabardor bo'lib turish uchun kontrollercha qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Eshikdan kirishinglar bilan koridor keladi birinchi. Koridordan keyin kameramiz boshlanadi. Disparatorlarimiz VG100 disparatordan ikkita. Xalaqimizning razmerlari boya aytganimdek uzunligi 11 metr, eniga 8 metr, balandligi 3 metr. Mana shu kamerani hozir -30 gradusga olib chiqadi. O'zi aslida marojnoy uchun -25, -23 gradus yetarli. Lekin biz ishimizni sifatini tekshirish uchun -30 gradusga qo'yib qo'yganmiz. Xudo xohlasa mana shu kamerani -30 gradusga bemalol olib chiqadi. Akalar, mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Ishinglarni sifatli, garantiyasi bilan bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar.